Assalomu alaykum do'stlar. Tayyor katyol bormi? Hozir pulini berib, hozir olib ketaman. Kutgani vaqtim yo'q deganlar uchun tayyor katyollar hozir kelasiz, hozir yuklab berib yuborishadi. Mana ancha katyollar bor. Kelib, bemalol kvadraturalarni tanlab, o'zingizga mosini kelib ko'rib xarid qilib ketishingiz mumkin. Bu haligi shoshilich so'raganlar uchun mana ko'proq partiyada chiqarib qo'yishdi bu safar. Keyin yana bitta ma'lumot. Bu oynalarimiz bilasizlar, kvarts oyna 1600 daraja issiqlikka dosh beradi. Lekin ishlatishda ham qoidasi bor. Ya'ni buni sovuqda ochib qo'yib, issiq-sovuq qilishlik kerak emas. Sinib ketib qoladi. Keyin qizib turgan oynaga muzli suv sepish yoki muzli latta qo'yish ham mumkin emas. Bu ham oynani yorib qo'yadi. Lekin juda ham zo'r. Katyolingiz qanaqa yonyapti, bemalol oynadan ko'rib turishingiz mumkin. Umuman olganda do'stlar, katyollar bor, bemalol hozir aloqaga chiqishingiz mumkin yoki kelib tanlab olib ketsangiz ham bo'ladi.